tanani teng ishlaysiz. Teng, hammasiga teng e'tibor qaratasiz. Nimadan boshlanadi? Kayfiyatdan. Birinchi qadam nima? Mana birinchi qadam kayfiyat. Birinchi qadam kayfiyat. Mana shularni qilib beringlar. Endi bunday qilamiz sizlar bilan. Kim mana shu birinchi etapimni qilib bersa, ikkinchi etapni keyin tushuntiraman. Birinchi etapim qarang, kayfiyat. Mana bunday qilasiz hamma narsaga. Shuni qo'l siltaysiz. Va jonnosim. Shuncha kun siqildingiz. Nima o'zgardi? Yetim tashlaysiz. 30 ga kirgan bolangizni o'ylayvermang. Bir kunda 1 soat siqiladigan vaqt qilib olinglar. Qolgan payt siqilmanglar. Bir soatga qaranglar, xuddi peshin bo'lgandaqa, peshinga tahorat olib ibodatga o'tirgandaqa, ya'ni soat 2 dan 3 gacha siqiladigan vaqt qilib olinglar bo'lmasa. Bitta mana 24 soat tam-tum yurish mumkinmi? Axir baraka topgur. 24 soat chehrasini ochmasdan siqilib yashash mumkinmi? Hech bo'lmasa bir kunda 1 soat siqilinglar, mana yerdan yetadi. Pepsilarni quyib olib 50-50 kim bilandir urushtirib, dardingizni aytib, peshaga tirab, yaxshilab siqiling 1 soat. Bo'ldi, qolgan payt siqilmay, siqildingiz-ku, bo'ldi, yetadi-da. Endi savol, o'sha siqilayotgan muammongiz yechilib ketsa-chi? Mana harib bo'ldingiz, mana siqilib bir tiyin bo'ldi, yechilib ketdi. Ha, siz yechilmasa-chi o'sha muammo? Yana haribsizda yechilmaydigan muammoga shuncha yillar beri siqilyapsiz.